Assalomu alaykum. Navbatdagi darsimda sizlar bilan obyektni xossalari bo'ylab ishlashni o'rganamiz. Xo'p, birinchi konstanta deb turib, user degan bitta yoki person degan bitta obyekt yaratamiz. Uni deymi small is active true bo'ladi. Endi qanaqa qilib shu name is active anaqalar bilan ishlashimiz mumkin degan savolga foreign iteratori javob beradi. Ya'ni foreign orqali biz obyektni xossalar bilan ishlashimiz mumkin. Uning uchun qanaqa deymiz? Key of yoki key in person deymiz. Ya'ni personning keylarini oladi yoki x deb o'zimizga ixtiyoriy. Ya'ni bu yerda qaysi obyekt va u obyektning har bir ichidagi elementni nima deb nomlashimizni aytamiz. Bu ixtiyoriy. Console log key dasturimizni ishga tushiramiz. Name is active degan propertylar bor ekan. Endi bu yerda person nuqta key deydigan bo'lsak, bu persondan xuddi mana bu key degan narsani qidirishni boshlaydi. Shuning uchun buni o'rniga key desak, bu realni key qidirib ketib qoladi. Shuning uchun computed property dan foydalanadigan bo'lsak, name hamda is active xuddi is active bo'lib tushadi. Ya'ni shu ko'rinishda tushib qoladi. O'shanda bu is active bo'lib tushadi. Ya'ni key deydigan bo'lsak, nuqta qo'yadigan bo'lsak, key degan narsani rostdan ham qidirib ketib qoladi. Personni keyinchisi deydigan bo'lsak, mana usimon true. Demak, bu bizda birinchi usul edi. Endi for of bilan qilsa bo'ladimi deyishinglar mumkin. Albatta for of bilan bo'ladi, faqat bu usul bilan emas. Ya'ni for of o'z odatda arraylarni iteratsiya qilish uchun mana hozir for of bilan mana type error person is not iterable deyapti. Ya'ni iteratsiya qilib bo'lmaydi, person deyapti. Ya'ni bu odatda arraylar uchun. Endi buni qanaqa qilib biz for of bilan obyektda keylar bo'yicha ishlay olamiz deb, person oldin console'ga object nuqta case metodi orqali, ya'ni obyektni case metodi orqali shunga personni beradigan bo'lsak, personimizda qanaqa keylar bo'lsa, ya'ni qanaqa property bo'lsa, o'shani array ichiga solib beradi. Name is active. Demak, biz nima qila olamiz bu yerda? Object case deb turib, ya'ni array ber deb bu yerda har birini key deb nomla. Array har bir elementini endi key chiqaradigan bo'lsak, mana name is active. Demak, bu yoqqa ham xuddi person deb turib key deydigan bo'lsak, small true ni olib berdi. Demak, shu usul bilan biz obyektni propertylar bilan ishlashimiz mumkin. Yoki for bilan qilib qo'ysa ham bo'ladi. Buni for I barobar 0, I kichkinami object case person, ya'ni array qilib beradi bizga object case va I plus qilib boraveradi. Console log personni nima desa bo'ladi bu yerda? Bu yerda buni length'igacha deymiz. Oldin biz chiqarib ko'raylik. Object case deb turib, har birini deydigan bo'lsa, ya'ni har aynsini deydigan bo'lsa, array nolinsa birinchisini olib beradi. Unexpected token
Ya'ni virgul qo'yib qo'yamiz. Uzr bo'tdi, bo'ldi. Mana name is active. Ya'ni array har bir 0 sinov berdi, keyin 1 sinov berdi. Shu bilan bizga console log person deb turib shunday qiladigan bo'lsak, Usmo hamda true'ni olib berdi. Bugungi darsda sizlar bilan obyektni keylari bilan ishlashni o'rgandik. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.